Assalomu alaykum ustoz. So'ramoqchi bo'lgan narsam va'da, qasam haqida. Biror bir odam ikkinchi odamga bir nimani qilishligini va'da bersa va qanchadir vaqt o'tib, rejalar o'zgarishi natijasida va'da berilgan odam va'da bergan odamga o'zini roziligi bilan menga bergan va'dangni bajarishingni xohlamayman, kechdim deb voz kechsa nima bo'ladi? Va'dasini bajarmasa hech qisi yo'qmi? Gunohkor bo'lib qolmaydimi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bir kishi ikkinchi bir odam bilan va'da berishligini so'rayapti va ma'lum vaqt o'tgandan keyin ana shu va'dani bajarmasligini o'zi xohlayapti. Bu yerda o'sha va'da berilayotgan odam o'zi rozi bo'lganligi uchun, o'zi va'dani bajarmasligini xohlaganligi uchun va'da bergan taraf va'dani bajarmasa gunohkor bo'lmaydi. Ya'ni bu munofiqlik alomati hisoblanmaydi. Endi bu savolni kelib chiqishligi bizni hozir tushunchamiz bo'yicha mashhur, hammamiz bilgan, hammamiz eshitgan hadis sharifdan paydo bo'lgan bo'lsa kerak. Shuning uchun ana shu hadis sharifni ana shu joyiga ozgina bir tushuncha bersak menimcha manfaatli bo'ladi. Bu Sahih Buxoriyda kelgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'z hadis shariflarida ayatul munafiqi salasun, ya'ni munofiqni belgisi, alomati 3 ta deb turib, gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa xilof qiladi, omonatga xiyonat qiladi deb sanab o'tganlar. Endi muhaddislar, shorihlar mana shu joyda va'da bersa va'dasiga xilof qiladi degan joyini quyidagicha sharhlaydi. Asosan va'daga xilof qilishlikni bir necha turlari bor deydi. Birinchisi, bir kishi boshqa bir odamga va'da beryapti va va'da berayotgan paytda o'zi uning qalbida va'dani bajarmaslik qasdi bor. Masalan, bir kishi ikkinchi bir kishiga aytayaptiki, ertaga falon joyga siz bilan uchrashishga kelaman deb va'da beryapti. Lekin shu va'da berayotganda o'zi qalbida shu va'dani bajarmaslik maqsadi bor o'zi. Mana shu odamni shu qilmishi aynan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni hadis shariflaridagi, demak, munofiqning belgisi, munofiqning alomati degan joyiga ayni shu bunday va'da turi kiradi. Endi va'dani yana bir turi borki, va'da beryapti. Va'da berayotgan paytda va'dani bajarishlik maqsadi bor, lekin keyinchalik bir uzr sababli va'dani bajara olmay qoldi. Lekin haligi uzr va'dani bajarmaslikka to'siq bo'ladigan darajadagi uzr emas. Mana bu paytda ham bu odam nima qiladi? Va'dani bajarish kerak bo'ladi, aks holda gunohkor bo'ladi. Endi oxirgi 3-turi shundayki, bir odam va'da berdi, va'da bergan paytda va'dani amalga oshirishlik maqsadi ham bor edi, lekin keyinchalik shunday bir uzr bo'ldiki, u uzr uning va'dani bajarishligiga haqiqatdan to'sqinlik qilib qoldi. Masalan, aytaylik, falon joyga kelaman, falon joyda siz bilan uchrashaman deb va'da bergan, o'sha paytda u jiddiy bir kasallikka chalinib qolib, boradigan holatda bo'lmay qoldi. Mana shu vaqtda bu odam nima bo'lmaydi? Gunohkor bo'lmaydi, bu odam uzrli hisoblanadi. Shuning uchun mana hozir va'dani bajarmaslikning 3 ta qismini aytib o'tdik. Hadis sharifdagi munofiqning belgisi degani, demak, bu birinchi qismga to'g'ri keladi. Mana bu savolda so'ralayotgan holatda bir kishi va'da beryapti, lekin narigi taraf o'z xohishi bilan bu va'dangizni bajarmasangiz roziman deyapti. Shuning uchun va'dani bajarmasa bu odam gunohkor bo'lmaydi, bu odamda munofiqlik alomati bo'lmaydi. Vallohu a'lam.